Salom hammaga. Bugun biz sizlar bilan IELTS listening haqida gaplashamiz. IELTS listeningimizda 4 ta qismdan iborat va bugun biz sizlar bilan eng oson qismi, ya'ni part 1 haqida gaplashamiz. Part 1, ya'ni siz part 1 haqida eshitganingizda sizni hayolingizga birinchi kelgan narsa bu ikkita odam suhbati. Misol uchun, mehmonxona bron qilishda yoki do'konga kirib kimdir nimadir sotib olayotganda yoki qanaqadir kurslarga yozilayotganda. Va bunda asosan odamlar bir-biriga o'zlari haqidagi informatsiyalarni ulashadi. Ya'ni exchange information qilishadi. Misol uchun, o'zlarining ism-shariflari, raqamlari, turar joylari va qiziqishlari. Va part 1da savollar odatda form to'ldirish yoki jadval, ya'ni table yoki qisqa javoblar, ya'ni short answerslar bo'ladi. Listening part 1da keladigan 90% savollar turi bizda note completion, ya'ni so'z qo'yish. Siz sonlar, harflar va joylar haqidagi ma'lumotlarga tayyorlangan bo'lishingiz kerak. Men hozirgi Sobir bittasini ishlab ko'rsatib beradi. Qani bos Sobir. Keyinroq sizlar bilan bitta listening part 1 ko'rib chiqamiz. Va bizda listening part 1da doim tepasida shart berilgan bo'ladi, ya'ni one word or a number. Bitta so'z yoki bitta son. Va bu yerda siz one word o'rniga two words ham kelishi mumkin. Bitta ikkita so'z yoki bitta son. Va bizda title, ya'ni sarlavhasi berilgan bo'ladi. Bizda local food shop, ya'ni mahalliy oziq-ovqat do'koni. Demak, siz tasavvur qilishingiz kerak, hozirgi listening part 1imiz bizda mahalliy oziq-ovqat do'koni haqida gap ketadi. Va bizda birinchi joyimiz bizda where to go, qayerga borish. Kite place, bu joyimiz near the something, qayergadir yaqin joyda. Bizda tekstdagi near so'zi ayni audioda kelmasligi ham mumkin. Ya'ni unga o'xshash sinonim so'zlar by yoki close so'zlar ham kelishi mumkin. Va bizda keyingi do'kon fish market, baliq do'koni. Cross the something, nimadir kesib o'tishimiz kerak ekan, and turn right, va o'ngga burishimiz kerak ekan. Va keyingisida best to go before netchudir PM and earlier than closing time. Va biz eng yaxshi vaqt borish uchun netchidir soatdan oldin, ya'ni yopilishdan ozgina vaqt oldin. Va bizda keyingi do'konimiz organic shop, qanaqadir bitta maxsus sotadigan do'kon. Va bu do'konimiz bizda nimadir deb nomlanar ekan, call it something. Agar sizda common so'zlar kelmasa yoki mashhur so'zlar kelmasa, misol uchun London yoki Johnga o'xshagan ismlar kelmasa, aynan bu qismimizda 90% holatida joy yoki ismlar spelling qilib aytiladi. Va siz bunga spellingga, harflarga tayyorlangan bo'lishingiz kerak. Va bizda keyingi joyi below a restaurant in a large grey building. Grey building, kulrang binodagi restoran tagida do'konimiz. Va look for a large something outside, va tashqarida kattaroq nimadir qidirishimiz kerak ekan bu binoni topishimiz uchun. Va keyingi do'konimiz bizda supermarket, ya'ni supermarket. Take a minibus number 208. 209 raqamdagi minibus. Qandaydir minibus. Bizga minibus haqida qanaqadir ta'rif etgan bo'lishi kerak. Va bizda doim listening ikkita qismga bo'linadi. Ya'ni 1 dan 6 gacha yoki 1 dan 5 gacha. Va ikkinchi audioda qisqa tanaffusdan keyin 6 dan 10 gacha savollar ko'riladi. Va siz birinchi qilgan ishingiz, sizga birinchi vaqt berilganda, 1 dan 5 gacha yoki 1 dan 6 gacha vaqt berilganda, siz 1 dan 10 gacha so'zlarni ko'rib olgan bo'lishingiz kerak. Va sizda 6 dan 10 gacha keyingi audio davom etganda, siz listening part 2 ni birinchi qismini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni audiodan oldin siz o'qib chiqqan bo'lishingiz kerak. Va bizda keyingisiga o'tilgan bo'lsak, bizda only one word, ya'ni faqatgina bitta so'z, va title bizda shopping, xarid haqida ketadi. Bizda 3 ta market beribdi: fish market, organic shop and bakery, ya'ni baliq bozori, organic shop va novvoyxona. Va bizda sotib olishimiz kerak ekan va boshqa ideyalar. Xo'p, dozens of prawns, bu yerda prawn so'zini bilmaysiz ham, siz fish marketga qarab, bu dengizga aloqador qanaqadir jonivor yoki nimadir narsa deb ko'rishingiz bo'ladi. Va keyingisi bizda a handful of something. Va xavf ichida bizga definition berib qo'ygan type of seaweed. Siz seaweed bilmasangiz, sea dengiz, ya'ni dengizning bir narsasining turi. Va handful degani bizda hand, qo'l olsak, bir hovuch nimadir bizga kerak bo'lar ekan. Va keyingisi organic shopda beans and a something for dessert. Va dessert uchun bizga birlik ot, bo'lgani uchun biz doim birlik ot olamiz. No'xatlar va nimadirlar kerak bo'lar ekan. Spices and something, va dorivorlar va yana nimadirlar boshqa ideyalar bizga kerak bo'lar ekan. Va bakery bizda novvoyxonada brown loaf, bu Dubai uchun, va
A something tart. Tart aytaylik, misol uchun siz bu so'zni bilmadingiz, lekin siz bakerga qarab turib bu nonga aloqador, ya'ni novvoyxonaga aloqador qanaqadir narsa bo'lishi mumkin deb tasavvur qilasiz. Va bizda shu tartimiz qanaqaligi haqida gap ketgan bo'lishi kerak bo'ladi. Keling, sizlar bilan audioni eshitib, shu listening qilib ko'ramiz. Hi, Shannon. How are you settling into your new flat? Really well, thanks. You look like you're going shopping. Yes, I am. My cousins are coming to stay for a couple of days and I have to cook for them. Well, there are plenty of places to buy food in Kite Place. It's the area by the harbour. Oh, okay. I'll find that on the map. Thanks. Eshitgan bo'lsangiz, there are plenty of places to buy food in Kite Place and it's the area by harbor dedi. Bizda the Kite Place near the qo'yayotganimda bizda aynan near o'z kelmasligi mumkin. Unga sinonim so'zlar by yoki close so'zlar ham kelishi mumkin. By the harbor, ya'ni harbor oldida bo'ladi. Harbor bizda ikki xil so'z yozish mumkin. O dan keyin you ham kelishi mumkin bizda. Amerika va bu Britishda. What sort of food do you need to get? Well, neither of them eats meat, but they both like fish. Well, there's a really good fish market there. Oh, great. Where is it exactly? It's at the far end of Kite Place. So you have to go over the bridge and then it's on the right. Bizga hozir aytish bo'yicha you have to go over the bridge and then it's on the right. Va go over the yerda bizda bu cross so'zga tushadi. Bridge bo'ladi. Ya'ni ikkiga bizga bridge so'zi bo'ladi. Okay. Is it open all day? It doesn't close until 4, but I'd recommend going earlier than that. It does run out of some things. Oh, I don't want that to happen. As long as you get there by 3:30, you should be fine. Eshitgan bo'lsanglar, as long as you can get there by 3:30, ya'ni soat 3:30 gacha sen u yerga borishing kerak. It should be fine. Bu ajoyib bo'ladi deb aytdi. Ya'ni soat 4 gacha bu do'kon ishlar ekan va bu bizga aytayapti 3:30 gacha sen borishing kerak. Ya'ni 3:30 da eng yaxshi vaqt bo'ladi deb aytayapti. It's only 11 now, so plenty of time. Right? Do you need to buy vegetables too? I do. And I want to avoid all the plastic packaging in the supermarket. Well, there's a really nice organic shop there. Now, what's it called? It's the name of a flower. Eshitganida, what's it called? It's the name of flower. I know it's a rose deb aytdi. Ya'ni u rose, atirgul bo'ladi. Do'konimiz nomi bizda Rose ekan. Bu Rose bizda common so'z bo'lgani uchun, ya'ni ko'pchilik bu so'zni bilgani uchun bizda bu so'zni spelling qilib aytmadi. There's also a big sign on the pavement, so you can look for that. Fine. Va eshitganingizdek, there is a big sign on the pavement and you can look for that deb aytdi. Ya'ni tashqarida katta belgi bor ekan. Bu yerda bizda big deb berdi va bizda tekstda bu yerda large deb bergan. Va bu yerga javobimiz bizda sign, ya'ni belgi, tashqarida katta belgini qidirishing mumkin degan gap bo'ladi. You should be able to get everything you need, but there's a minibus that goes to the supermarket if you need it. It's purple and the number is 289. Thanks. That's great. There is a mini bus that goes to the supermarket if you need it. It's a purple. Ya'ni bizda mini busning rangini, ya'ni purple degani bizda aytdi. O'shaning uchun bizda a purple minibus number 289 bo'ladi. So, what do you need to get at the fish market? The salmon is always very good, and the shellfish. I'm going to make a curry, I think. And I need about 12 prawns for that. They'll have plenty of those. Okay. Have you ever tried samphire? No. What's that? It's a type of seaweed. Oh. I just ask for a handful, and you fry it in butter. It's delicious. Oh, I might try that. How do you spell it? It's SAMPHIRE. Great. It's always good to try something different. Yeah.
Va 7-savolimizda bizda a handful of something kerak edi. Ya'ni o'sha something so'zimiz bizda type of seaweed. Dengiz mahsulotlarining bir turi edi. Bizda bu yerda aytadiki, bu samphire. Bu so'z bizda common so'z bo'lmagani uchun uni spelling qildi S A M P H I R E. Siz buni topish uchun siz faqatgina harflarni va joylarni va sonlarni yaxshi praktika, ya'ni tayinlagan bo'lishingiz kerak. I'll see what beans they have in the organic shop, and I think I'll get something for dessert there. How about a mango? I'm not sure. They're not always ripe. I'd prefer a melon. It's bigger too. Good idea. 8-savolimizda bizda beans and a something for dessert, ya'ni dessert uchun bizga nimadir birlaydi. Bu yerda aytdiki, dessert uchun mango bor debdi, lekin bizda I'm not sure. I prefer melon. Ya'ni men qovunni afzal ko'raman deb aytdi. O'shaning uchun bu yerga javobimiz melon bo'ladi. The owner also sells a lot of spices there that you can put in a curry, and things like coconut. Oh, that's very helpful. There are a lot of spices there and things like coconut. Ya'ni dorivorlar va coconutga o'xshagan narsalar ham bor deb aytdi. Ya'ni bu yerda 9-savolim bizda spices and coconut bo'ladi. I know bread doesn't really go with curry, but I always like to have some in case. As I said, all the bread is homemade, and there's lots of variety. I like the brown bread myself. Sounds good. They sell other things there too. Like cakes? I love chocolate cake. Well, not that. But they have a whole range of tarts, and the best are the strawberry ones. Perfect. Hopefully I won't even have to go to the supermarket. But they have a whole range of tarts, but the best is strawberry ones. Ya'ni ularda tart, ya'ni bilib oldik, bu kek ekan. Ya'ni tortlarning juda turli xillari bor ekan. Ularning orasidan eng yaxshi bu strawberry, ya'ni qulupnayli tortlar ekan. Va bu yerda javobimiz a strawberry tart bo'ladi. Bugungi gaplashgan narsalarimiz aynan shulardan iborat edi. Agar siz shu videodan nimadir kichkina bo'lsa ham manfaatli narsa olgan bo'lsangiz, biz bundan xursandmiz va bizni jamoamizni mehnatlarini qadrlagan holda obuna bo'lishni va like bosishni unutmang, chunki sizning har bir like'ingiz bizga shunga o'xshagan ko'proq foydali video qilishga motiv bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.